Sotuvda yana o'sha trendda bo'lgan qora rangli Gentra to'g'ridan to'g'ri egalaridan 2019-yilda ishlab chiqarilgan 3-paysa avtomat korobka, lyuk, ABS diski hamma narsalari bilan bosib o'tgan masofasi probegi 150 ming kilometr. Mashinaga 65 talik propan оборудованияsi o'rnatilgan, orqada optra farali qanaqadir yonadigan diodli ekan. Texnik holatlariga yaxshilab qarab haydalgan. Yaqinda bir oy oldin polniy hadoylar qilingan ekan. Mashinani 4 ta baloni ham o'shanda taqilgan ekan. Yangi holatdagi balon. Mashinamizni krugovoy tonirovkasi ruxsatlari bilan avgustgacha bor ekan. Ruxsatni beton qilib polностью hamma joyini shumoizolyatsiyalar qilib qo'yilgan ekan. Oldida Amerikanka fari. Salon qismiga keladigan bo'lsak, akkuratniy holatdagi salon, eskiroq chexol poyligi bor, qanaqadir Fendi Firski rul o'rnatilgan, CC3 monitor, video registrator o'rnatilgan, signalizatsiya Magic Card bor. Juda ham akkuratniy salon, hidlanib ketmagan. Kuzovidagi aybiga keladigan bo'lsak, oldi kapotini uchida, krilo bilan uchida mana shu joyda pitno bor, yog'iga o'tmagan, kriloni pastlari toza. Усилитель deyiladi, ichida lat yemagan, but-butun, qiyshaymagan, alishmagan, bo'yalmagan va o'ng taraf ikkita eshigi moldingdan tepasi bo'yalgan ekan. Pastki qismlari toza, ikkita eshik tepasi. Va oxirgi joyi orqa chap eshigi moldingdan past sepilgan, tepasi toza, parogi toza. Kraskasini sizlarga tushuntirib o'zim ham charchab ketdim. Hamma joyi suyaklar but-butun holatda. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $9500. Mashinaning hech qanaqa ishi, rasxodi yo'q. Mashina faqat naqd pulga sotiladi. Telefon raqamlarini har doimgidek video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.